Bugun men sizlarga juda muhim, juda dolzarb masala haqida gapiraman. 2022 yilgi qonun bo'yicha petitsiya, safarbarlik yoshi, 55 yoshgacha bo'lgan erkaklar masalasi va bu o'zgarish oddiy fuqarolarga qanday ta'sir qilishi mumkinligi haqida. Bu mavzu faqat harbiy xizmatdagilar yoki zaxiradagi odamlar uchungina emas, balki oilasi, farzandi, ishi, krediti, sog'lig'i, ota-onasi bor har bir inson uchun muhim. Chunki qonundagi bitta jumla hayotdagi minglab oilalarning rejasini o'zgartirib yuborishi mumkin. Men sizdan iltimos qilaman, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ayrim nozik jihatlar bor. Ularni bilmasangiz, keyin hujjat topshirishda, o'z huquqingizni tushuntirishda yoki petitsiyaga munosabat bildirishda qiynalib qolishingiz mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday mavzularni ko'proq odam ko'rishi kerak. Bu shunchaki yangilik emas, bu hal bir oilaga tegishi mumkin bo'lgan masala. Avvalo men masalani sodda qilib tushuntiraman. Odamlar orasida eng ko'p savol tug'ilayotgan jihat shuki, ilgari qanday edi? Endi nima o'zgaryapti yoki o'zgarishi mumkin? Ko'pchilik eshitgan gapiga qarab xavotirga tushyapti. 55 yoshgacha safarbarlik bo'ladimi? Men 5-yoshdaman, meni ham chaqirishadimi? Farzandim kichkina bo'lsa-chi? Sog'lig'im to'g'ri kelmasa-chi? Zaxirada turaman, lekin hech qachon jangovar tajribam bo'lmagan. Bu nimani anglatadi? Mana shu savollar bejiz emas. Oldin ko'pchilikning tasavvurida safarbarlik deganda asosan yoshroq, harbiy tayyorgarligi bor, zaxirada turgan yoki muayyan harbiy mutaxassislikka ega shaxslar tushunilardi. Ya'ni odamlar odatda men girdimdan oshganman, meni bu masala chetlab o'tadi deb o'ylardi. Lekin qonun loyihasi yoki qonun atrofidagi muhokamalarda yosh chegarasi 55 yoshgacha degan gap paydo bo'lsa, bu endi butunlay boshqa savollarni keltirib chiqaradi. Chunki 55 yosh degani faqat jismonan baquvvat yosh yigitlar emas, balki oilaning asosiy boquvchisi bo'lgan, o'rta yoshdagi, ko'pincha ota-onasiga ham qaraydigan, farzandlarini o'qitayotgan, ipoteka yoki kredit to'layotgan erkaklar ham shu doiraga tushishi mumkin degani. Bu yerda men bir narsani aniq aytaman. Har qanday qonun yoki qonun loyihasini faqat rasmiy matn, rasmiy manba amaldagi tartib asosida bog'lash kerak. Ijtimoiy tarmoqlardagi vahimali postlar, kesib olingan videolar, falon odam aytdi degan gaplar huquqiy asos bo'la olmaydi. Lekin xalqda xavotir paydo bo'lsa, bu xavotirni mensimaslik ham to'g'ri emas. Aynan shuning uchun petitsiya degan mexanizm muhim, fuqaro o'z fikrini qonuniy, tinch va ochiq tarzda bildiradi. Men ekspert sifatida bu masalada birinchi navbatda 3 ta savolga e'tibor beraman. Kimlar qamrab olinishi mumkin, qanday holatda chaqiruv bo'lishi mumkin va oddiy fuqaro o'z huquqini qanday himoya qiladi? Chunki ko'pchilik faqat yosh raqamiga yopishib olyapti. Aslida esa yosh chegarasi muhim bo'lsa ham yagona mezon emas. Harbiy ro'yxat, sog'liq holati, oilaviy vaziyat, kasbiy mutaxassislik, avvalgi xizmat tajribasi, zaxira toifasi, davlat uchun zarur bo'lgan ish joyi kabi omillar ham bo'lishi mumkin. Masalan, birinchi vaziyatni olaylik. Erkak kishi 32 yoshda muddatli harbiy xizmatni o'tagan, sog'lig'i yaxshi, oilali 2 farzandi bor. U oddiy korxonada ishlaydi. Agar qonunda zaxiradagi shaxslarni muayyan tartibda chaqirish nazarda tutilgan bo'lsa, bunday odam nazariy jihatdan ro'yxatda bo'lishi mumkin. Lekin bu darhol ertaga olib ketiladi degani emas. Chaqiruvning tartibi, bosqichi, tibbiy ko'rik, hujjatlar, komissiya qarori bo'ladi. Fuqaro o'z sog'ligi, oilaviy holati va boshqa asoslarni hujjat bilan ko'rsatishi kerak. Ikkinchi vaziyat. 48 yoshli erkak 3 nafar farzandning otasi, ota-onasi keksa, o'zi oilaning yagona boquvchisi. U avval harbiy xizmat o'tagan, lekin so'nggi 25 yil davomida umuman harbiy tayyorgarlikdan o'tmagan. Mana shunday holatda yosh chegarasi 25 gacha bo'lsa, u odam tabiiy ravishda xavotirga. Chunki uning kundalik hayoti, oilasining moddiy ta'minoti, qarindoshlariga qarash majburiyati bor. Shu sababli petitsiyada odamlar aynan shu savolni ko'taryapti. Yosh chegarasi kengaytirilsa, ijtimoiy oqibatlar qanday hisobga olinadi? Oilaning yagona boquvchisi nima bo'ladi? Sog'liq bo'yicha real tekshiruv qanday bo'ladi? Chaqiruv adolatli va shaffof bo'ladimi? Uchinchi vaziyat. 24 yoshli erkak yurak bosimi bor, belda muammo bor, shifokorda doimiy davolanadi. Hujjatlari bor, lekin ularni tartibga solmagan. U men kasalman, meni chaqirishmaydi deb o'ylashi mumkin. Lekin hayotda muammo shundaki, o'zaki gap yetmaydi. Tibbiy tashxis, dispanser nazorati, shifokor xulosasi, analizlar, tekshiruv natijalari bo'lmasa, komissiyada isbotlash qiyinlashadi. Shuning uchun men doim aytaman, sog'lig'ingizda muammo bo'lsa,
Uni faqat o'zingiz bilib yurishingiz yetarli emas, hujjatlashtiring. Davlat idorasida qog'oz, elektron ma'lumot va rasmiy xulosa ishlaydi. 4-vaziyat 40 yoshli erkak IT sohasida, energetika tizimida, shifoxonada, transportda yoki oziq-ovqat ishlab chiqarishda ishlaydi. Ayrim kasblar favqulodda vaziyatlarda ham mamlakat ichida juda zarur bo'lishi mumkin. Ya'ni hamma odamni bir xil ko'rish noto'g'ri. Ba'zi mutaxassislar frontga emas, ichki tizim barqarorligini ushlab turishga kerak bo'lishi mumkin. Elektr tarmoqlari, aloqa, tibbiyot, logistika, suv ta'minoti, oziq-ovqat ishlab chiqarish to'xtab qolsa, jamiyatning o'zi qiynaladi. Shuning uchun qonunda va amaliy tartibda muhim sohalar xodimlari bo'yicha alohida mexanizmlar bo'lishi kerak. Fuqarolar esa ish joyidan ma'lumotnoma, lavozim vazifalari. Tashkilotning muhimligi bo'yicha hujjatlarni oldindan tayyorlab qo'yish kerak. 5-vaziyat odam chet elda ishlayapti. U 37 yoshda O'zbekistonda harbiy ro'yxatda turadi, lekin hozir Rossiyada, Koreyada, Turkiyada yoki boshqa davlatda mehnat qilmoqda. Bunday odamlar ham vahimaga tushadi. Meni chegaradan o'tkazishmaydimi? Uyga borsam muammo bo'ladimi? Elchixona orqali chaqirishadimi? Bu savollarga umumiy gap bilan javob berib bo'lmaydi. Har bir holatda amaldagi qonun, ro'yxatdagi maqom va chaqiruv bor yo'qligi muhim. Lekin men bunday odamlarga maslahat beraman. O'zingizning harbiy ro'yxat holatingizni, pasport ma'lumotlaringizni, yashash va ishlash hujjatlaringizni tartibda saqlang. Hech qachon norasmiy maslahatlarga tayanib muhim qaror qilmang. Kim xavotir olish kerak, kim esa vahima qilmasligi kerak. Men buni aniq ajratib beraman. Agar siz 15 dan 55 yoshgacha bo'lgan erkak bo'lsangiz, avval harbiy xizmat o'tagan bo'lsangiz yoki zaxirada tursangiz, harbiy hisob hujjatlaringiz bor bo'lsa, mavzuni befarq qoldirmang. Bu albatta sizni chaqirishadi degani emas. Lekin siz qonun matnini, petitsiya mazmunini o'z maqomingizni tushunishingiz kerak. Agar sizda og'ir kasallik bo'lsa, nogironlik guruhi bo'lsa, tibbiy cheklovlar bo'lsa, mening ishim hal deb o'ylamang. Hujjatlarni tekshiring. Nogironlik ma'lumotnomasi, tibbiy karta, shifokor xulosalari, kasallik tarixi, doimiy dori qabul qilishingiz bo'yicha ma'lumotlar tartibda bo'lishi kerak. Agar hujjatda eskirgan ma'lumot bo'lsa, yangilang. Agar siz oilaning yagona boquvchisi bo'lsangiz, voyaga yetmagan farzandlaringiz bo'lsa, nogiron farzand yoki qaramog'ingizda keksa ota-ona bo'lsa, buni ham hujjat bilan tasdiqlash kerak. Hamma biladi-ku, degan gap davlat idorasida yetarli bo'lmaydi. Tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, ota-onaning pensiya hujjatlari, nogironlik hujjatlari, birga yashash yoki qaramog'ida ekanini tasdiqlovchi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Endi men ko'pchilik e'tibor bermaydigan, lekin amalda juda muhim bo'lgan nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat. Qonun matnida yozilgan narsa bilan amaliyotdagi ijro o'rtasida farq bo'lishi mumkin. Qonun umumiy qoida beradi, lekin uni qanday qo'llash bo'yicha qarorlar, nizomlar, ichki tartiblar, komissiyalar ishlaydi. Shuning uchun faqat bitta postni o'qib xulosa qilish noto'g'ri. Rasmiy hujjatlarni ko'rish, huquqshunoslar sharhini tinglash, tegishli idoralardan yozma javob olish muhim. Ikkinchi nozik jihat, yosh chegarasi e'tibor deyilgan bo'lsa, odamlar buni avtomatik chaqiruv deb tushunadi. Aslida yosh chegarasi odatda qamrov doirasini bildiradi, lekin chaqirish uchun yana boshqa shartlar bo'ladi. Masalan, sog'liq, mutaxassislik, safarbarlik ehtiyoji, ro'yxatdagi maqom, oldingi xizmat turi. Lekin xavotir ham asossiz emas, chunki qamrov doirasi kengaysa, nazariy jihatdan ko'proq odam tizimga kiradi. Aynan shu sababli petitsiyada fuqarolar aniq kafolatlarni so'rashi mumkin. 3-nozik jihat. Men harbiy biletimni yo'qotganman yoki ro'yxatdan o'tmaganman degan holatlar. Bu sizni masaladan chiqarib yubormaydi. Aksincha, qo'shimcha muammo tug'dirishi mumkin. Harbiy hisob hujjatlari tartibsiz bo'lsa, uni aniqlashtirish kerak. Yo'qolgan hujjatni tiklash, ro'yxatdagi ma'lumotlarni yangilash, yashash joyi o'zgargan bo'lsa, tegishli idoraga xabar berish kerak. Chunki tartibsiz hujjat keyin sizga qarshi ishlashi mumkin. 4-nozik jihat. Petitsiyaga imzo qo'yish qonuniy huquqdir. Fuqaro qonun loyihasiga yoki qonun tashabbusiga munosabat bildirishga haqli. Bu radikallik emas, bu tartibsizlik emas, bu oddiy fuqarolik pozitsiyasi. Lekin petitsiyani imzolayotganda ham manbani tekshirish kerak. Rasmiy platformami, shaxsiy ma'lumotlaringiz qayerga ketadi? Petitsiya matni aniqmi? Unda haqorat, noqonuniy chaqiriq, yolg'on ma'lumot yo'qmi? Men har doim shuni maslahat beraman. Hissiyot bilan emas, huquqiy matn bilan ishlang.
Agar petitsiya aniq qonuniy fuqarolarning xavotirini madaniy shaklida bildirsa, uni qo'llab-quvvatlash sizning konstitutsiyaviy huquqingiz doirasida bo'lishi mumkin. 5-nozik jihat ijtimoiy tarmoqlarda vahma tarqatish. Men buni alohida aytaman. Odamlar qo'rqqan paytda yolg'on xabar tez tarqaladi. Kimdir hammani olib ketishyapti deydi. Kimdir ertaga chegaralar yopiladi deydi. Kimdir hujjatlaringizni yo'q qiling deydi. Bunday maslahatlar juda xavfli. Hujjatni yo'q qilish, yashirinish, yolg'on ma'lumot berish, mansabdor shaxsga pora taklif qilish yoki soxta tibbiy ma'lumotnoma tayyorlash og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. O'z huquqingizni qonuniy yo'l bilan himoya qiling. Men buni prinsipial aytaman. Muammo bo'lsa ham yechim qonun ichida bo'lishi kerak. 6-nozik jihat sog'liq masalasida tanish shifokor emas, rasmiy tibbiy xulosa muhim. Agar odamda qon bosimi, yurak kasalligi, umurtqa muammosi, ko'rish qobiliyati pasayishi, eshitish muammosi, ruhiy salomatlik bo'yicha tashxis, surunkali kasallik bo'lsa, bularning hammasi rasmiy tibbiy hujjatda aks etishi kerak. Masalan, odam 10 yildan beri bel og'ridan qiynaladi, lekin hech qachon MRT qilmagan, shifokorga muntazam bormagan. Komissiyada u belim og'riydi desa, bu yetarli bo'lmasligi mumkin. Ammo tekshiruv natijasi, tashxis, davolanish tarixi bo'lsa, vaziyat boshqacha baholanadi. 7-nozik jihat oilaviy holat ham isbot talab qiladi. Masalan, erkakning 3 farzandi bor, lekin rasmiy nikohi yo'q yoki bolalarning hujjatlarida ma'lumotlar noto'liq yoki aliment, vasiylik qaramog'ida bo'lish masalalari tartibga solinmagan. Bunday holatda real hayotdagi mas'uliyat bilan hujjatdagi holat mos kelmay qoladi. Shuning uchun men fuqarolarga aytaman, oilaviy hujjatlarni ham tekshiring. Farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh hujjati. Ajrim bo'lsa sud qarori, qaramog'idagi shaxslar bo'yicha hujjatlar tartibda bo'lsin. 8-nozik jihat ish joyidan beriladigan ma'lumotnoma. Agar siz davlat uchun strategik yoki muhim sohada ishlasangiz, buni shunchaki og'zaki aytish yetmaydi. Ish beruvchidan lavozimingiz, vazifangiz, tashkilot faoliyati, sizning o'rningizni vaqtincha almashtirish qiyinligi haqida ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Albatta, bu avtomatik ozod qiladi degani emas, lekin komissiya yoki tegishli organlar qaror qabul qilayotganda muhim omil bo'lishi mumkin. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, rasmiy manbani tekshiring. 1002-2022 qonun yoki shu raqam bilan bog'liq tashabbus haqida gap ketayotgan bo'lsa, uning rasmiy matnini toping. Qonun loyihasimi, qabul qilingan qonun, muhokamadagi taklifmi, petitsiyami? Buni aniqlang. Rasmiy saytlar, parlament yoki hukumat portallari petitsiya joylashtirilgan rasmiy platforma, ishonchli huquqiy axborot tizimlariga qarang. Faqat Telegramdagi skrinshot bilan xulosa qilmang. Ikkinchi qadam. Petitsiya matnini o'qing. Men ko'p ko'rganman. Odamlar sarlavhani ko'rib imzo qo'yadi, lekin ichidagi talabni o'qimaydi. Petitsiyada aynan nima so'ralyapti? Yosh chegarasini qayta ko'rib chiqishmi? 75 yoshgacha qamrovni bekor qilishmi? Istisnolarni kengaytirishmi? Oilaning yagona boquvchilariga kafolat berishmi? Tibbiy tekshiruvni shaffof qilishmi? Agar matn aniq bo'lsa, siz ongli ravishda qo'llab-quvvatlaysiz. Agar matn noaniq, agressiv yoki yolg'on ma'lumotga to'la bo'lsa, ehtiyot bo'ling. 3-qadam, o'z hujjatlaringizni tartibga soling. Harbiy bilet, pasport yoki ID karta, yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar, oilaviy hujjatlar, farzandlar hujjatlari, ish joyidan ma'lumotnoma, tibbiy hujjatlar. Bularni bitta papkaga joylang. Elektron nusxasini ham saqlang. Kerak bo'lsa, notarial tasdiq talab qilinadimi yo'qmi oldindan bilib oling. 4-qadam, sog'lig'ingizni tekshirtiring. Agar sizda surunkali kasallik bo'lsa, oilaviy poliklinikaga boring. Shifokordan yo'llanma oling, tahlillarni topshiring, mutaxassis ko'rigidan o'ting. Tibbiy kartangizda holatingiz aks etsin. Bu yerda maqsad kasallik o'ylab topish emas. Maqsad real holatni rasmiy hujjat bilan ko'rsatish. Chunki komissiyada men o'zimni yomon his qilaman degan gapdan ko'ra shifokor xulosasi kuchliroq. 5-qadam, oilaviy majburiyatlaringizni hujjatlashtiring. Agar siz yagona boquvchi bo'lsangiz, ish haqi ma'lumotnomasi, oila tarkibi, farzandlar soni, qaramog'ingizdagi shaxslar haqida hujjatlarni tayyorlang. Agar ota-onangiz nogiron yoki parvarishga muhtoj bo'lsa, tibbiy va ijtimoiy hujjatlarni yig'ing. Agar farzandingiz nogironligi bo'lsa, tegishli ma'lumotnomalar yangilangan bo'lsin. 6-qadam, savolingiz bo'lsa, yozma murojaat qiling, og'zaki so'rab. Shunday deyishdi deb
yurish ko'p hollarda foyda bermaydi. Tegishli idoraga yozma ravishda murojaat qiling. Mening yoshim shuncha, harbiy hisobdagi maqomim shunday, oilaviy holatim shunday, sog'lig'im bo'yicha shunday hujjatlarim bor. Menga amaldagi tartib bo'yicha qanday majburiyatlar yuklanadi? Yozma javob sizga keyin ancha aniqlik beradi. 7-qadam. Petitsiyaga imzo qo'ysangiz, buni o'ngli qiling. Rasmiy platformaga kiring, matnni o'qing. Shaxsiy ma'lumotlaringiz qanday ishlatilishini tushuning. Imzo qo'yganingizdan keyin yaqinlaringizga ham tushuntiring, lekin ularga bosim qilmang. Har bir odam o'z pozitsiyasini o'ngli ravishda bildirishi kerak. 8-qadam. Izoh yozishda madaniyatni saqlang. Men bilaman, bu mavzu hissiyotli. Kimningdir farzandi bor, kimningdir eri bor, kimningdir otasi bor. Lekin haqorat, tahdid, vahima, yolg'on gap hech kimga yordam bermaydi. Izohda aniq yozing. Men 25 yoshgacha kengaytirish oilalarga og'ir ta'sir qiladi deb hisoblayman. Yagona bo'g'uvchilar uchun alohida kafolat kerak. Tibbiy komissiya shaffof bo'lishi kerak. Zaxiradagi shaxslar toifasi aniq tushuntirilishi kerak. Mana shunday fikr eshitiladi. 9-qadam. Huquqshunos bilan maslahatlashishdan uyalmang. Ayniqsa sizda murakkab vaziyat bo'lsa, sog'liq, nogironlik, chet elda yashash, ikki fuqarolik masalasi, oilaviy nizolar, qarzdorlik, ish joyining strategik ahamiyati, bitta professional maslahat keyingi katta muammoning oldini olishi mumkin. 10-qadam. Oilangiz bilan ochiq gaplashing. Bu ham amaliy maslahat. Ko'p erkaklar uydagilar xavotir olmasin deb indamaydi. Lekin hujjatlar qayerda? Tibbiy ma'lumotlar qayerda? Ish joyidan qanday ma'lumotnoma olish mumkin? Favqulodda vaziyatda kimga murojaat qilinadi? Buni oila bilishi kerak. Bu vahima emas, bu mas'uliyat. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Petitsiya bu urushga qarshi yoki davlatga qarshi harakat degani emas. Petitsiya bu fuqarolarning qonuniy fikr bildirish mexanizmi. Fuqaro davlatdan aniqlik, adolat, shaffoflik va ijtimoiy himoya so'rashi mumkin. Ayniqsa masala 25 yoshgacha bo'lgan odamlar, ya'ni katta yoshdagi oilali erkaklarga tegsa, jamiyat bu savollarni berishga haqli. Davlat ham fuqarolarning xavotirini eshitishi, tushuntirishi va kerak bo'lsa, qonundagi noaniq joylarni aniqlashtirish kerak. Xulosa qilib aytaman, 1002-2020 qonun va 25 yoshgacha safarbarlik masalasi oddiy mishmish sifatida qaraladigan mavzu emas. Bu oilalarga, ish joylariga, sog'liq masalalariga, fuqarolarning huquqiy xavfsizligiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan jiddiy masala. Shuning uchun men sizga 3 ta narsani tavsiya qilaman. Rasmiy matnni tekshiring, hujjatlaringizni tartibga soling. Petitsiya mazmunini o'qib, o'ngli ravishda fikr bildiring. Eng muhimi, vahimaga tushmang, lekin befarq ham bo'lmang. Qonunni bilgan odam o'zini ham, oilasini ham yaxshiroq himoya qiladi. Agar siz bu masala bo'yicha o'z fikringizga ega bo'lsangiz, izohlarda yozing. 25 yoshgacha bo'lgan safarbarlik chegarasi adolatimi yoki qayta ko'rib chiqilishi kerakmi? Sizningcha, yagona boquvchilar. Sog'lig'ida muammosi borlar va ko'p farzandli oilalar uchun qanday kafolatlar bo'lishi kerak? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni qancha ko'p odam tushunsa, jamiyatda shuncha kam vahima, shuncha ko'p huquqiy o'ng bo'ladi.